Chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Oh, qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Tirikman. Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turib sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Qanaqa tarbiya bergansan bunga? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni o'ziga. Yo'q, ishtoniga bilan narsa qo'yadi mana shuning. Mana shu bo'lku chingalchukni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kelar? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ko'kizday bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Kampir uy sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kirgaylik. Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolangizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Ichim tining endi, qani vaqa. Ya, lala ko'tagliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Shu bolalaringga olib keldim-da. Ho'kizdek katta bo'lib ketishni qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borki Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbriston. Voy, o'lib Sen kimsan? Amaki chektirib olmaysizmi? Rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmanu. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, nicho. Mana ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod Dima deydi hamma. Dadayman. Sigaret chekyapsanmi? Qayerda xato qildim bolam? Shu ko'pga ketib xato qildingiz-da, dada. Mening yarim Maskovlarga ketdi.